Keyin Yusuf alayhissalomning siyratlarida sinovda turli tumanligini ko'rasiz. Ba'zan muhabbat bilan sinalingan bo'lsalar, ba'zan nafrat bilan sinalinganlar. Masalan, otalari u kishini yaxshi ko'rgandek, bu bir sinov bo'ldi u kishiga. O'sha sababdan akalari nafrat kelib chiqdi. Xuddi shunday Misrga borganlardan keyin ham Zulayxoni eri avval, keyin Zulayxoni o'zi u kishini yaxshi ko'rib qoldi. O'shani ortidan keyin nafrat kelib chiqdi, muhabbatning ortidan. Zulayxo u kishini yo'liga yurg'iza olmagandan keyin nafrat qilib, meni yo'limga yurmasa qamaladi deb qamatib yubordi hattoki, tuhmat qilib. Qarang, inson muhabbat bilan va nafrat bilan sinalar ekan. Ya'ni atrofingizdagilar sizni yaxshi ko'rishi bilan va atrofingizdagilar sizdan nafratlanishi bilan sinalar ekansiz. Mana bu ham Makkiy davrda va hozir ham har qanday musulmon boshidan o'tadigan narsa. Bir odamlar sizni yaxshi ko'rishi bilan ham sinalasiz va bir odamlar keyin sizdan nafratlanishi bilan ham sinalasiz.